Assalomu alaykum aka-ukalar. 13-avgust kunimizga payshanba akalarimiz Qo'qondan kelishgan ekanlar. Xo'p, izoterimizga furgonimizdan tayyorlab berganmiz. Oldi chokib qismlarini ko'rishlar mumkin. Holatlar shunday bo'ladi. Bunga qo'shimcha sandiqchalarimizdan foydalanganmiz. Sandiqchalarimiz ichki holati qulf kalitli bo'ladi. Xo'p. Orqa holatiga keladigan bo'lsa, gabaritli chiroqlarni qo'yib berganmiz orqalariga. Pulli to'ralarimiz har doimgidek qulf kalitli bo'ladi. Yaxshisidan. Xo'p. Ichki holatiga keladigan bo'lsa, ichki holati panelli bo'lgan. Panellarimiz 5 li panelda bo'ladi. Bunga plafon chiroqlar qo'yib berganmiz, o'zidan o'chirib yoqsa bo'ladi. Xo'p, listimizga keladigan bo'lsa, 5 sm dan listimizni ham qo'shimcha qaytarib berganmiz. Listimiz 1 li list. Manzilimiz Marg'ilonda, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli sifatli qilishlarni yetkazib beramiz, xudo xolasa. Bu holatlari. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli sifatli qilib bir kunda ishlarni yetkazib beramiz. Bu tarafimiz stansiyadan kelish bo'ladi. Xo'p, bu tarafimiz Kirgili Prezdan kelish bo'ladi.